Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlar. Bugun sizlarga 1,5 sotixga joylashgan, uzunligi 19 metr, eni esa 820 cm dan tashkil topgan zamonaviy va chiroyli loyiha bilan tanishtirib o'taman. Bu loyihamizda ichida hamma sharoitlar mavjud. Qolaversa, garaj, darvozaxonalar ham joylashtirilgan. Loyihamizning ichki xonalari bilan tanishtirib chiqishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p, loyihamizda birinchi o'rinda darvozaxonani tanishtirib chiqadigan bo'lsak, darvozaxonamizning ichki razmeri 3,5 metrni tashkil topgan. Loyihamizda ikkita kirib chiqish eshigi mavjud. Birinchi kirib chiqadigan eshigimizda eni 2,5, uzunligi 3,5 dan tashkil topgan zal bor. Zaldan to'g'ri kirganimizda mehmonxona 7 metrga 3,5. O'ng tomonda esa oshxona 4 metrga 3,5. Ikkinchi kirib chiqadigan zalimiz ham xuddi shunaqa 3,5 ga 2,5. O'ng tomonda bolalar xonasi 3,20 ga 3,5. To'g'ri kiradigan bo'lsa kattalar xonasi 5 metrga 3,5. Buni yonida dush joylashtirilgan 1,5 kirib chiqish eshigi ham kattalar xonasidan kiriladi. Loyihamizni ko'rib turganingizdek, devori eni 40 cm, balandligi 3,20 qilib yaratilganmiz. Fundamentiga keladigan bo'lsak, fundamentimizda ham eni 40 cm, balandligi 70 cm qilib ishlangan. Loyihamizni chizmasi kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi nomerlarga aloqa chiqasiz yoki sizga qanaqadir xizmatlar, maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.